Assalomu alaykum, Jempius kanalımıza obunachilari, kanalımızın mehmonlari. Sizlarga Urganch shahri markazida joylashgan tayyor bino bor. Shuni ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Manzilni videoni boshida aytib o'tamiz. Bu yon tarafimiz yana Qirg'izyopi bo'yi, bu yon tarafimiz Urganch shahridagi Raygaz. Bu ko'chamiz esa shu Urganchdagi eng katta bo'lgan Ahim Boboy mechitdan kelaverish. Bu yon tarafimiz Mir Cafe. 4 tarafdan ham xodovoy ko'rib turgansiz. Bu binomiz noturar bino, 120 kvadrat. Birinci etajlarını dükkan, magazin qilsazlar ham bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi etajlarını gostinsa, o'quv markazi, stomatologiya, hamma narsa qilsazlar bo'ladi. Xo'p, binomiz karkazlari betondan bo'lgan, boshqa yerlari pishgan karushdan solingan. Ko'rib turganingizdek 80% ishlari bo'lgan. Ichon tarafi, ko'cha taraflari shkaturka bo'lgan, aynalari qo'yilgan, to'qlari o'tgan. Binomiz 80% ishi bo'lgan. Xohlasangizlar kredit asosida, xohlasangizlar naqd pul asosida, xohlasangizlar sal yetmagandan duray varianti bor. Narxi shu aytib o'tganimizdek $130 ming. Agarda sizlar kredit olajak bo'lsangizlar ham bemalol shu ekran ostidagi telefon nomerlari balansangizlar bo'ladi. Narxi $130 ming aytilib turibdi. Bizlar Jempiusdan chiqsangizlar ustida sal kelishtirib beradilar. Bo'lmasa ekran ostida egasini telefon nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, shu joy olajak bo'lgan, biznes etjak bo'lgan aka-ukalarimizga shu videoni yuborib qo'yasizlar. Like bosib ketish esdan chiqmasin.